Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar, charchaymizlar? Kech bo'lgan bilan bizga yana bir mashina urilib keldi, akalar. Ko'rasizlar. Bu mashinamiz egalari izidan chiqib, rushnoyni tortmasdan, iskorisga solmasdan mashinani shunday paydonga qo'yib ketibdilar. 10 minut bir joyga kiraman deganichalar, qaytib chiqqanicha puranar oldiga yetib olibdilar. Mana mashinani ko'rasizlar. Furaga umuman zarar yetmagan. Bizani Damasimiz vahsha kirib ketgan. Ichlarigacha qaranglar, akalar. Endi buni qilamiz. Qolganini profilimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, chiqarib boraman, akalar. Profilimga obuna bo'lib, shu videoga like jo'rangizga jo'natib qo'ying, shunaqa xayolparast jo'ralaringizga.